Prezidentimizning davlat tibbiy sug'urtasi mexanizmlarini joriy etishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga ko'ra, joriy yil 1-apreldan Farg'ona viloyatida davlat tibbiy sug'urtasi mexanizmlarini joriy etish rejalashtirilgan. Ayni vaqtda tayyorgarlik jarayonlarini ko'rish va amaliy tavsiyalar berish uchun xalqaro ekspertlar viloyatimizning Quva va Farg'ona tumanlarida bo'ldilar. Dastlab Quva tumanidagi 8-sonli oilaviy poliklinika faoliyati o'rganildi. Bu yerda davlat tibbiy sug'urtasi tizimi shifokorlar faoliyatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Oilaviy shifokorlarning vakolatlari kengayib, ularning aholi salomatligi uchun mas'uliyati ortmoqda. Bu esa tibbiy xizmatlarning sifatini yanada yaxshilashga xizmat qilmoqda. Ro'yxatxonadan boshlab mutaxassislar ko'ruvi, laborator tahlillar, diagnostik tekshiruvlar, shifokor tavsiyasi asosida dori vositalariga retsept yozish bosqichigacha bo'lgan barcha jarayon to'liq raqamlashtirilganini xalqaro ekspertlar e'tirof etdilar. Bugungi kunda aholi birlamchi tibbiy muassasalarga biriktirilib, ularning tibbiy ma'lumotlari elektron bazada shakllantirilmoqda. Bu esa tashxis qo'yish va davolash jarayonida aniqlik, tezkorlik va shaffoflikni ta'minlamoqda. Masofadan navbatga yozilish, elektron retseptlar va markazlashgan laboratoriya xizmatlari katta qulaylik yaratmoqda. У нас здесь совместная группа, в том числе экспертов иностранных. Biz bu yerda qo'shma guruh tarkibida ishlayapmiz. Tarkibimizda xorijiy ekspertlar hamda davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi mutaxassislari mavjud. Biz 8-sonli oilaviy poliklinikani ham ko'zdan kechirdik. Muassasa o'tgan yili iyul oyidan boshlab mazkur islohotlar doirasiga kiritilgan. E'tiborli jihati shundaki, shifokorlar bilan suhbatimiz davomida sezilarli o'zgarishlar kuzatilayotgani, bemorlar esa joriy etilayotgan yangiliklardan mamnun ekanliklari ta'kidlandi. Davlat tibbiy sug'urta jamg'armasiga kelsak, u tibbiy xizmatlarni moliyalashtiradi. Poliklinikalar, laboratoriyalar, shifoxonalar uchun xizmatlarni xarid qiladi. Laboratoriyalarni markazlashtirish jarayoni ijobiy baholanmoqda. Bu orqali mablag'lar birlashtiriladi, zamonaviy uskunalar xarid qilinadi va natijada laboratoriya xizmatlarining sifati oshadi. Umuman olganda islohotlar Farg'onada izchil davom etmoqda. Quva tumani qon tahlilini amalga oshiradigan laboratoriya investitsiya dasturi doirasida qayta qurildi. Bu yerda Xitoy davlatidan zamonaviy jihozlar olib kelib o'rnatildi. Tahlil turlari 5 tadan 37 tagacha kengaydi. Bu esa tashxis aniqligini sezilarli darajada oshirdi. Qon tahlili natijalari yangi tizim orqali oilaviy poliklinikalarga yuboriladi. Mazkur laboratoriya ham tibbiy sug'urta tizimi orqali ish yuritadi. Avvallari bizda har bitta oilaviy shifokorlik punkti, oilaviy poliklinikalarda laboratoriya xonalari bo'lgan. U yerlarda qonning 10 ga yaqin umumiy tahlillari, bioximiyaning bir 6 ga yaqin turlari o'tkazilgan bo'lsa, bizda 3 ta marshrutda 3 ta avtomashina tashkil etilib, barcha oilaviy poliklinikalardagi tahlillar markazlashgan holatda, markazlashgan laboratoriyada ularni tekshirish amaliyoti joriy etildi. Bu degani mana hozir avvallari bitta qonni nari borsa 10 ga yaqin yoki bioximik tahlilda 5-6 ga yaqin tahlil o'tkazilgan bo'lsa, mana bu zamonaviy laborator avtomat analizatorlar olib kelish orqali qonning hozir gematologik umumiy qonning 40 ga yaqin tahlil turlari, bioximik tahlillarning bir 70-80 ga yaqin turlari. Qolaversa, ixlaydigan apparat yetkazilib kelgan, bu shu qondagi fermentlarni aniqlash zamonaviy tekshiruvlarda ular ham bir 200 ga yaqin, umumiy hisobda bir 400 ga yaqin qonning turli xil tahlillarini o'tkazish imkoniyati yaratildi. Birlamchi tibbiy sanitariya yordami ko'lamini oshirish, sohaga bosqichma-bosqich tibbiy sug'urta tizimini joriy etish, zamonaviy muhitni yaratish, shu asosda aholining kafolatlangan va sifatli tibbiy yordam olish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida yurtimizda davlat tibbiy sug'urta tizimi joriy etilyapti.